Endi xabarlarimizning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Jizzax viloyatida sport sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va yaratilgan imkoniyatlar samarasi o'laroq yosh va umidli sportchilarimiz xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etib, yuksak natijalarni qayd etib kelmoqda. Sportning kickboksing turi bo'yicha shug'ullanayotgan yoshlar bilan hokim uchrashuvi tashkil etildi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Ayni vaqtda viloyatimiz sportchilari respublika, Osiyo va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarda faol ishtirok etishmoqda. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi Jizzax viloyat bo'limi ma'lum qilishicha, 2026 yil uchun tasdiqlangan musobaqalar rejasiga muvofiq joriy yilning 11-15 fevral kunlari yoshlar va kattalar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida viloyatimizdan 40 nafardan ortiq sportchi qatnashib, faxrli 1, 2 va 3 o'rinlarni qo'lga kiritdi. Natijada jami medallar soni 30 taga yetdi. Sportchi yoshlar bilan tashkil etilgan uchrashuvda Jizzax shahar hokimi so'zga chiqib, viloyatimizdan 5 nafar iqtidorli sportchilar joriy yilning 7-12 aprel kunlari Tailandning Bangkok shahrida barcha yosh toifalari o'rtasida o'tkazilgan Jahon Kubogi musobaqasida ishtirok etganligini va quvonarli natijalar bilan qaytishganini faxr bilan tilga oldi. Yutuqlarni ko'rib hammalaring guvoh bo'ldilaring. Butun dunyo albatta tan berib, Javohir Sindarovni mamlakatning rahbari, prezidentimizni o'zi qo'ng'iroq qilib tabrikladilar, ko'rdilar. Xalqaro arenadagilar ham, boshqa davlat sportchilari ham, shu sport yo'nalishida ishlaydiganlar ham hammasi aytadi. O'zbekistonda sportga bo'lgan munosabat mutlaq boshqacha. Mana shu yilning oxirigacha ham, undan keyin ham sport bilan yashaymiz. Chunki mana yaqin kunlarda jahon chempionati boshlanadi. Jizzaxlik sportchilar mazkur xalqaro musobaqada ham yuksak mahorat namoyon etib, 3 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Yuqori natijalarni qayd etgan sportchilar Jizzax viloyat hokimi o'rinbosari Sahobiddin Boliyev va Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov tomonidan munosib taqdirlandilar. Kickboksing sport turi bilan 7 yildan beri shug'ullanib kelaman. Kickboksing sport turi kick oyoq, boks qo'lda qo'l-oyoq zarbalari beriladi. Kickboksing sport turi juda ajoyib sport. Biz kickboksing sport turidan trenirovka qilib boramiz. Kickboksing sport turidan biz Tailandda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida ishtirok etdik. U Tailandda 32 dan ortiq davlat qatnashdi. Men 3 marta jang o'tkazdim. Birinchi raqibim tailandlik edi. Men uni birinchi raundda nokaut hisobiga g'alaba qozondim. Yarim finalda Vyetnam bilan to'g'ri kelib qoldim. Vyetnam juda kuchli para bo'ldi. U bilan 3 raund urishdik. Ochkolar hisobiga g'olib bo'ldim. Mazkur yutuqlar viloyatimizda sport sohasida qaratilayotgan e'tibor, murabbiylar mehnati va yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishi yuksak darajada ekanini yana bir bor namoyon etdi.